Assalomu alaykum aziz ustozlar va o'quvchilar. Men 8-A sinf o'quvchisi Baxtiyor Qahramon Vazirlar Mahkamasining Moliya vazirligiga o'z nomzodimni qo'ymoqchiman. Moliyaviy barqarorlik bu faqatgina raqamlar emas. Bu millatning ishonchi va farovonligidir. Keling, har birimiz hissamiz orqali shaffoflik, halollik va samaradorlikni birgalikda yaratamiz. Men sizning oldingizga faqat va'dalar bilan emas, aniq reja va natijalar bilan chiqaman. Mening shiorim shunday: halollik bilan boshqaramiz, foyda bilan o'sib, harakat bilan yutamiz. Birinchi navbatda bizga ishonch kerak. Shuning uchun men shaffof byudjet doskasini joriy qilaman. Har bir tushum va har bir xarajat hammaga ochiq bo'ladi. Chunki ishonch bo'lmasa, rivojlanish ham bo'lmaydi. Ishonch bo'lsa, ovoz bo'ladi. Ikkinchi loyiha: 1000 so'm kuchi. Kichik hissa katta natija. Har kim imkon qadar qatnashadi. Hech kim chetda qolmaydi. Biz birlashsak, katta ish qilamiz. To'rtinchi loyiha: qayta ishlash harakati. Plastik va qog'oz yig'amiz, ekologiyaga foyda qilamiz va kichik daromad ham topamiz. Bu bizning kelajagimiz uchun ham muhim. Uchinchi yo'nalish: sport va mukofot jamg'armasi. Qiziqish va foyda bir joyda bo'ladi. Turnirlar o'tkazamiz, faol o'quvchilar mukofotlanadi. Harakat qilgan yutadi. Men shunchaki gapirmayman. Men o'z ustimda ishlayman. Men shaffoflikni ta'minlayman. Men harakat qilaman.